Hammaga xayrli kun. Bugun men sizni internetda pul ishlashning juda ko'p muxlislarini qoniqtira oladigan yaxshi xizmat bilan tanishtirmoqchiman. Chunki internetda hech qachon hech narsa qilmagan odam bu yerda pul ishlashi mumkin. U mutlaqo hech qanday investitsiya qila olmaydi. Bu yerda allaqachon katta tajribaga va katta jamoalarga ega bo'lgan odamlar ham pul ishlashlari mumkin. Bu shuningdek o'z biznesini internetda reklama qilishni istagan odamlar uchun ham foydali bo'ladi. Va ishonchim komilki, har biringizning aytganda arzon pul evaziga targ'ib qilmoqchi bo'lgan bir nechta loyihalaringiz bor. Shunday qilib, men sizga Royal Hawk'ni taqdim etaman. Royal Hawk u hali ham loyihani ishga tushirish bosqichida. Menimcha juda istiqbolli loyiha. Xo'sh, endi biroz batafsilroq. Royal Hawk loyihasi odamlarga reklamalarni ko'rish, shunchaki reklamalarni ko'rish, reklama beruvchilar joylashtiradigan vazifalarni bajarish, videolar, bannerlar, kontekstual reklamalarni ko'rish va boshqalar orqali pul ishlash imkonini beradi. Bundan tashqari, loyiha reklama beruvchilarga maqsadli auditoriyaga juda foydali va juda arzon narxlarda reklama qilish imkonini beradi. Chunki bu yerdagi auditoriya aslida nishonga olingan. Bu yerda onlayn biznesga qiziqadigan odamlar bor. Bu shunchaki sinfdoshlar va boshqalar kabi ijtimoiy tarmoqlarda hamma o'tirgan reklama emas. Va mana odamlar, ya'ni internetda pul ishlashning havaskorlari va professionallari to'plangan. Bu yerda mendan keyin deyarli 50 ming faol odam ro'yxatdan o'tganini ko'rishingiz mumkin. Taxminan 2 hafta oldin ro'yxatdan o'tdim va shu 2 hafta ichida mendan keyin deyarli 50 ming kishi ro'yxatdan o'tdi. Mendan oldin qancha odam bo'lganini bilmayman, lekin o'ylaymanki, ehtimol shuncha odam bo'lgan. Xo'sh, bu yerda nima qilib pul ishlashimiz mumkin? Reklama ko'radigan odamlar kuniga $20 pul ishlashlari mumkin. Agar ular 10 kishini taklif qilishsa, ular ham reklama ko'rib pul ishlashsa, bu summa 10% ga oshadi. Agar siz biznes joy sotib olsangiz, umuman cheksiz tarzda reklama ko'rib, reklama ko'rishdan pul ishlashingiz mumkin. Xo'sh, cheksiz daromad haqida. Siz hozirda $50 ga tushadigan biznes joylashuvini sotib olishingiz va matritsada o'rin egallashingiz mumkin. Bu juda faol matritsa. Men buni o'zim tekshirib ko'rdim. Men buni hozir sizga ko'rsataman. Aslida siz faol hamkorlardan juda ko'p pul o'tkazmalarini olasiz. Har bir kishi loyihada bo'lgan vaqt davomida 50 sent. Agar siz biznes joylari sonini ko'paytirsangiz, bu foydani ham oshirishingiz mumkin. Keyingi videolarda bunga ko'proq e'tibor qarataman. Bugun men shunchaki loyiha haqida umumiy ma'lumot bermoqchiman. Kabinet bo'ylab birga yuramiz. Bu yerda siz o'zingizning referral havolangizni va sizdan keyin ro'yxatdan o'tgan odamlar sonini ko'rasiz. Keyin balansni ko'rasiz, u bilan ishlashingiz mumkin. Keyin jamoani ko'rasiz. Hozir qarang, menda shaxsan 62 kishidan iborat chiziqli tuzilmada 129 kishidan iborat tuzilma mavjud. Va mening bitta biznes joylashuvim bor. Unda allaqachon 186 faol odam ishlaydi. Mana endi. Chiziqli tuzilmada siz 50 ta biznes joydan jami summadan $35 olasiz va $15 matritsaga tushadi. Va matritsada ular sizniki bo'ladimi yoki yo'qmi, har bir kishidan 50 sent olasiz. Batafsil ma'lumot keyingi videolarda. Keyin mana profit. Men uchun eng qiziqarli variant, chunki menga reklama juda kerak. Shuning uchun mening juda ko'p turli xil loyihalarim bor. Bular reklama beruvchilar.
Bu yerda siz banner reklamasini joylashtirishingiz mumkin. Videoroliklar, video reklama, kontekstli reklama ham joylashtirishingiz mumkin va bularning barchasini aynan shu saytda bo'lgan, pul ishlash uchun kelgan. Internet biznesiga qiziqqan odamlar ko'radi. Siz o'z biznesingizga juda arzon narxlarda klientlar va hamkorlarni jalb qilasiz. Men allaqachon reklama joylashtirganman va juda yaxshi natijalarga erishdim. Bu haqda albatta keyingi videoda gapirib beraman. Ijrochining yonida. Bu yerda siz profilingizni to'liq to'ldirishingiz kerak bo'ladi. Men reklamaga ko'proq ixtisoslashganman, chunki men hali profilimni to'ldirmaganman. Yo'q, lekin uni albatta to'ldiraman. Va bu yerda reklamalarni ko'rish va reklamalarni ko'rishdan tushgan daromad mavjud bo'ladi. Ha, do'stlar, men Royal Hawk loyihasini tavsiya qilaman. Unda ko'p odamlar xohlagan narsasiga erishadilar. Shunchaki reklamalarni ko'rish orqali pul ishlashni istagan odamlar har kuni shunchaki reklamalarni ko'rish orqali $20 gacha yoki undan ko'proq pul ishlashadi. Reklama beruvchilar o'z loyihalari uchun hamkorlar va tavsiyalar olishadi. Bo'ldi shu. Agar siz biznes o'rnini egallasangiz, ortiqcha to'ldirish matritsasidan foyda olasiz va har oy odamlar matritsada o'rin egallashda davom etadilar va siz bundan foyda olasiz. Sizga yana bir bor matritsada allaqachon 186 ta tuzilmam borligini ko'rsatmoqchiman. Bu faol odamlar. Ularning mutlaq aksariyati toshib ketishlardi. Sizga aniq aytayotganim shu. Shaxsan menda bunchalik ko'p odam yo'q. Bu ko'pchilik, bu toshib ketish va bu sizniki bilan mutlaqo bir xil bo'lishi mumkin. Lekin avval siz shunchaki ro'yxatdan o'tib, o'rganib chiqing, reklamani ko'ring, ko'rish orqali pul ishlashga harakat qilib ko'ring, keyin esa o'zingiz uchun qaror qabul qilasiz. Xullas, do'stlar, agar ma'lumot foydali bo'lgan bo'lsa, izoh yozamiz, like bosamiz. Men esa siz bilan keyingi videoroliklargacha xayrlashaman.